Yo salom do'stlar, sizlar bilan Ibrohim Adham ibn Sodiq Umar Xattob. Hech qachon o'qimaganman kitob. Duh vagon qop, o'yla izla top. Negativ yozib karilama, og'zingni yop, hop. Mana do'stlar, o'tgan safar esingizda bo'lsa, mashining givchilar haqida gapirib o'tgan edim. Giveawayga ishonmanglar deb. Mana buni isboti bugun bo'ldi. Shoqqi Vaynis degan bitta mashinik odamlarni qanaqa aldashini peripiska yozganlari chiqib ketdi. Buni hozir sizlarga qo'yib beraman. Nima deyishimiz mumkin? Birovda haqqidan juda qo'rqamiz. Shu paytgacha aytishim mumkin. Birovda bir tiyiniga xiyonat qilmaganmiz. Mana men komandamdagilar ham. Qolgan hamma narsani chesni beryapman. 1 millionni ushlab qolaylik. Nima demoqchi edim? O'shanga birorta bola topaylik. Aka, shu Toshkentlik bo'lsa yaxshi bo'ladi. Men o'zim oddiy deyapman, u bola yutib ketadi. Chunki rahmat haqqoniy ekan deb istoriya qo'ysa, biz dabag'ib qolamiz. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Instagram ham sharti просто 76 ta sponsorga подписка tashlab qo'ysam bo'ldi aka. Menga va 76 ta sponsorga подписка tashlab qo'ysa, prямой efirda bitta sonni aytaman, kutib turib o'sha sonni bitta aytadi. Menga SMS yozmasin-da, tushunyapsizmi? Umuman SMS yozmasin. Xullas, men unga birinchi SMS yozishim kerak-da. Shu mana shunaqa narsa. Bilasizlarmi, u gifchilarning hammasi ham mashinik emas. No, 100% bo'lsa, где-то 70% mashinik, 30% to'g'ri bo'lsa, где-то 70% mashinik. Bu Shoqqi Vaynis bularning ichida eng mashiniklarni mashiniga kiradi. Mana bu videoda ko'rdinglar, ikkiyuzlamachiliklarni men yomon ko'raman deb, o'zi g'irt ikkiyuzlamachilikni 200-labelini qilib, ikkiyuzlamachilikni men yomon ko'raman deyapti. Ko'rdinglar, give anaqa o'tkazib Toshkentlik bola yutib oladi, o'zimizni odam yutib oladi degan joyini ham mana eshitdinglar. Bunga Donik Vaynis chidab tura olmasdan bugun uni uchratib, kuylab tutib, kaltaklagan videosi chiqib ketdi. Hozir videoni Donik Vaynis Shoqqi Vaynisni qanaqa urganini men sizlarga qo'yib beraman va bu videoni dalsha obzor qilamiz. Ol qo'lingni. Nimaga qochding? Menga qara, menga rol o'ynama. Nimaga qochding? Qachon uzr so'raysan? Uzr so'rayman. Mendan emas, xalqdan. Ol qo'lingni urmayapman bo'ldi. Qani uzr so'raganing? Bo'ldi, kechiringlar, boshqa bunaqa. Yana bitta qaytarilsa, yeysan mashinadan. Tushundingmi? Tushundingmi? Mana ko'rdinglar, Donik Vaynis urdi Shoqqi Vaynisni, kaltayib, Shoqqi Vaynis kaltaydi. Endi Shoqqi Vaynisga bitta imkoniyat, Donik Vaynis ustidan zaявление yozmasang, yana sen xalqqa e'tiborini qozonishing mumkin. No, chet elda bunaqalar parrot qilganini bilib qolsa, millionlab odam bunaqalardan отписаться qilib ketadi. Bizda yo'q, подписка bo'lib turaveradi. Agar chet elda qaysidir bloger parrot qilsa, millionlab odam chiqib ketadi, отписка qilib profilda. Buni profilda 200 ta odam bor ekan. Bunaqa mashinlardan отписаться bo'lib ketish kerak. Agar Shoqqi Vaynis reputatsiyani saqlab qolaman desang, boya prямой efiringda ko'rdim, cho'ta zaявление qilganday bo'lding. Erkak bo'lsang, zaявление yozmaysan, tipira-tikon bilaj. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan buyog'iga yana yangi, cho'tki, moshni, sochni yangiliklar chiqadi. Xayr do'stlar, salomat bo'linglar.